Qirg'izistonda muammolar endi yugurib hal qilinmoqda. Hokimiyat shahardagi muammolarni idorada o'tirib emas, hokimiyat xodimlari bilan yugurib muhokama qilishni afzal ko'rmoqda. Qirg'izistonning eng yirik shahri O'shda shahar hokimi Jenishbek To'xtarboyev muammolarni joyida hal qilish bo'yicha noodatiy yondashuvni yo'lga qo'ydi. Mart oyining oxiridan boshlab u hamma xodimlarni ertalabdan yugurishga olib chiqib, yugurish jarayonida aniqlangan muammolar bo'yicha topshiriqlar bergan. So'nggi kunlarda esa u tog' etaklarida joylashgan hududlarda marafon o'tkazib, muammoli joylarni bevosita ko'zdan kechirdi. Bu yondashuv ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabatlarga sabab bo'ldi. Ba'zilar hokimning faolligini olqishlashsa, boshqalar uni hazilga olib, kinoyalar yaratdi. Ammo bu yondashuv aslida muammolarni cho'zmasdan, ularni joyida hal qilishga xizmat qiladi va muhokama asosida qarorlar qabul qilinishini ta'minlab, jamoaviy ishlash kayfiyatini oshiradi. Shuningdek, shahar xodimlarining bir-birini yaxshiroq tanishi, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishi va eng asosiysi bu orqali ularning ish sifati oshishi kutilmoqda.